Assalomu alaykum, hurmatli dasturchilar. Demak, bugun sizlar bilan biz yangi darsimizni boshlaymiz. Demak, darsimiz Flutter Flow dasturi haqida bo'ladi. Xo'sh, barchangizga ma'lum, Flutter degan framework bor. Ya'ni Dart dasturash tili asosida yaratilgan, ya'ni telefonga programma qilish uchun mo'ljallangan asosan ham Android, ham iOS operatsion sistemalarga kod yozishga oladi, ya'ni ham web dasturlar qilish mumkin, planshetlarga ham kod yozish mumkin. Qisqacha aytganda, universal dasturlash framework. Xuddi React Native'ga o'xshab. Xo'sh, ya'ni ushbu Flutter frameworkimizni kompaniyasi asoschilari, ya'ni Google kompaniyasi tomonidan bir necha yil oldin Flutter Flow degan dastur yaratilishi boshlangan. Bu loyihani mazmuni ro'yxatga keladigan bo'lsak, ya'niki barchangiz bilasiz, WordPress degan dastur bor. Ya'ni web dastur tayyorlash uchun, web sahifalarni tayyorlash uchun nima qo'yamiz? Konstruktor. Olib yig'ib tayyorlanadi. Flutter Flow ham xuddi shunday. Ya'ni biz telefonga programma qilmoqchi bo'lsak, hech qanaqa kod yozmasdan turib, yana bir marta aytaman, hech qanday kod yozmasdan turib, ya'ni nima qilish mumkin? Tayyor proyektlarni nima qilish mumkin? Tayyorlash mumkin ekan. Xo'sh, ushbu kursimizda sizlar bilan ya'ni Flutter Flow'da proyektlarni taxlaymiz. Birinchi Android dasturimizni tayyorlab, uni ya'niki hattoki Play Marketga yuklash jarayonigacha tushuntirib beraman sizlarga qanaqa qilish bosqichlarini. Bizni kuzatishda davom eting. Demak, biz boshladik. Demak, bizni loyihamizga asosan kursimizga nimalarni ko'rishimiz kerak? Mana shu kursimiz davomida sizlarga ko'rsatilgan loyihamiz ko'rinishi, ya'ni telefonga programmamiz ko'rinishi, ya'ni qanaqadir fast foodni dizayni bu. Xo'sh, asosan bir necha qismlardan iborat bizning pejlarimiz ham. Birinchi biza kirgan paytimizga ilovamizga bizga mana shunaqa logotip, yozuv hamda get started degan tugmasi turadi. Shuni bosganimizdan so'ng keyingi sahifa ochiladi bizga. Bu yerdan ro'yxat o'tamiz. Ro'yxat o'tamiz deyman. Bu yerdan bizga home page'da ma'lumotlar ko'rinib turadi. Xohlagan ma'lumotimizni qidirishimiz mumkin. Tanlashimiz mumkin. Masalan, kelib olib, masalan, cheeseburgerni ustiga bitta bosadigan bo'lsam, bizga navbatdagi o'yinimizga shu cheeseburger haqida ma'lumot beruvchi nima chiqishi kerak? Bo'lim chiqishi kerak ekan. Mana shu narsani ko'rib o'tamiz, hurmatli dasturchilar. Demak, biz boshladik. Birinchi navbatda Google'ga kirib olib, hozir yozishimiz kerak bo'lgan dastur nomi bu bizga Flutter Flow. Mana flutterflow.io. Kirib olganimizdan so'ng, ho'p, nomiga adashmanglar, faqatgina shu flutterflow.io saytiga kirishimiz kerak. Ho'p, bizga Start for Free tugmasini bosamiz. Birinchi marta kirayotgan bo'lsangiz, ro'yxatga tushishingiz kerak. Bu dastur ro'yxatdan o'tish juda ham oson, hech qanaqangi login parol talab qilinmaydi. Google akkaunt talab qilinmaydi demoqchiman. Shunchaki xohlagan Google'ga mavjud bo'lmagan elektron pochtani yozib ham kirib ketishingiz mumkin. Agar siz Google akkauntingiz bo'lsa, Google akkauntni bosib kirasiz. Agar siz GitHub akkauntingiz bo'lsa, GitHub akkauntni bosib kirasiz. Yo'q, hech qanaqangi akkauntingiz mavjud bo'lmasa, oddiy email pochta orqali ham kirish mumkin. Xo'p, eslatib o'taman, bu email pochtalar Google operatsion Google kompaniyasini ma'lumotlar bazasiga bo'lish kerak emas. Internetda yo'q pochta bo'lsa ham ishlaydi. Xo'sh, faqat eslatib o'tamiz, bitta akkauntdan ikkitagina nima qilish mumkin? Loyiha qilish mumkin. Uchinchisini qilmoqchi bo'lsa, pulini to'laysa, bu dasturni pullik va bepul tariflari bor. Xo'p, pullik tarifni ko'ntirib bo'lsangizlar, VPN orqali kirsangiz, VPN yoqib $17 chiqadi. O'zbekiston lokatsiyasidan kirsangiz, $30 chiqadi, $31 chiqadi. $17 to'lab, bir oyga siz bu dasturdan xohlagancha application taxlab olishingiz mumkin. Hozir bularni hammasi ko'rsatib kirganimizdan so'ng, demak, mana yozamiz bu yerda ismimizni Aziz. Email adres degan joyga xohlagan pochta masalan kelib olib, Flutter uz deb qo'yamiz, sabachka gmail.com. O'ylaymizki, bu pochta avval kirmagan. Yani parol degan joyga 8 ta bir yozamiz, farqi yo'q. 1 2 3 4 5 6 7 8. Confirm password degan joyga esa xuddi shu parolni qayta takrorlaymiz. 1 2 3 4 5 6 7 8. Create account. Mana bizga flutteruz.gmail.com akkauntimiz yo'q ekan. Bu sayt ma'lumotlar bazasiga kirmagan. Xo'p, bu keyingi qismdan bizga birinchida o'zini savollarni so'raydi. Roling kim deydi? Developer bo'lsamiz. Continue. Necha kishi ishlaydi deyapti, kompaniyaga deyapti. Startup bir kishi tanlaymiz. Keyingisi tajribang bormi deyapti. Samni bosasizlar. Continue. Kim uchun qilyapsan deyapti. Myself. Continue. Xohlaganingiz bosib ketishingiz mumkin. Sizlarga tarjima qilib beraman buni savollarni. Xo'p, keyingisi avval app qilgansan deyapti. Biz noni bosamiz. Continue.
Sen deyapti bizani qayerdan topding deyapti. O'sha qaysi platformadan topding? Masalan, biz YouTube'ni, Google'ni bosib qo'yishingiz mumkin, farqi yo'q. Google'ni tanlab turamiz bu yerda. Stat building tugmasini bosganimizdan so'ng, hurmatli dasturchilar, keyingi chiqadigan bo'limdan proyektimizga nom berib, start building tugmasini bosib kiradigan bo'lsak, ochiladi. Xo'p, bizga so'rayapti bu yerda nimalarni? Ana bu yoqda ko'rishingiz mumkin, bizdan oldingi qilib ketgan dasturchilarni qilgan ishlari bor. Ko'bisi bepul, pulliklari ham bu mana $400 mana bu loyiha ekan. Shuni templateni sotib olasizlar. Rasmlarni o'ziga o'zlari rasmlaringizni, yozuvlarni o'ziga o'zlari yozuvlarni yozib qo'yasizlar, bemalol ishlaydi. $400 mana $50 proyekt ekan ko'rishingiz mumkin. Hop, bu bepul ekan, bepul baho yo'q. Masalan, kelib olib, masalan, e-commerce degan bo'limga tiraydigan bo'lsa, mana bizga o'sha internet magazinlarga aloqador 241 ta loyiha bor ekan. Mana $197, $1000 loyiha ham bor ekan. Hop, $50 loyihalar ham bor ekan. Bepullari ham bor ekan, hatto va hokazo. Mana $60 proyektimiz bor, masalan, ko'rishingiz mumkin. Va hokazo, hokazo. Yana biz o'zimiz qilmoqchi bo'lsak, demak, mana bu proyekt nom degan joyga fast food deb yozamiz. Hamda start building tugmasini bosganimizdan so'ng browserga vaqt kutadigan bo'lsak, bizga loyihamizni ochib beradi. Xo'sh. Bu dasturga faqat kompyuterdan kirish mumkin. Telefondan ochmaydi. So'z zamonasiga mos kelmaydi buni funksiyalari. Chunki juda ham ko'p buni sozlamalari bu, funksiyalari bu. Bu paytda telefonga kirmay qolishi mumkin. Shuning uchun maslahat beraman, xohlagan kompyuterdan kirishingiz mumkin. Sekin ishlaydigan, tez ishlaydigan farqi yo'q. Faqat internet bo'lsa bo'ldi. Chunki bu web dastur. Ana shu login parolingiz esda tursa, xohlagan kompyuterdan kirib olib, o'sha loyihangiz qolgan joydan davom etib ketishingiz mumkin. Chunki sizni mana shu pochtangizdagi ma'lumotlaringiz, qilgan ishlaringiz Flutter Flow'ni ma'lumotlar bazasiga Bluetooth texnologiya asosida saqlanadi va bir necha yil yoki bir necha o'n yillar davomida nima qilib turishi mumkin, saqlanib turishi mumkin. Bir umr desam ham bo'ladi. Xo'sh, mana bizga mana bunaqa o'yin hosil bo'ldi, ko'rishingiz mumkin. Ekranimiz chap tarafda o'zing funksiyalar bor, o'ng tarafda o'zing funksiyalar bor. Mana ko'rishingiz mumkin. Ekranimiz o'rtasida bizga ekranimiz. Xo'p, mana bu planshet formatdagi ekranimiz ko'rishingiz mumkin. Mana bu esa kompyuter formatdagi ekranimiz ekan. Hurmatli dasturchilar. Xo'sh, davom etamiz. Biz telefon formatiga bosib olib, bitta ustiga bosadigan bo'lsak, mana bu telefonning ham formatlari bor. Mana ko'rishingiz mumkin. S25 Ultra, iPhone 11 Pro Max, masalan, 11 Pro Max tanlaydigan bo'lsa, ekran birozgina kattaroq bo'ldi. Ko'rib bo'ldik-a? Xo'sh, davom etamiz. Keyingisi, ekranimizni ham birozgina kattaroq qilib olaylik. Mana bu qilib olib. Ekranimizda chap tomonda bizga widgetlar bor. Biz mana bularni komponentlar deymiz, oddiy tilda. Flutter Flow'da widget deyiladi. Text widgeti, rasm widgeti, button widgeti va hokazo, hokazo. Hop, ekranimiz o'ng tarafida esa qo'shimcha xususiyatlar, masalan, yozuv rangini o'zgartirish kerak bo'lsa, yozuvni o'rtaga kirib qo'yish kerak bo'lsa, deylik masalan, yoki ranglarni o'zgartirish kerak bo'lsa, qanaqadir rasm qo'yish kerak bo'lsa, rasmni katta kichik qilish kerak bo'lsa, bular hammasi bizga o'ng tarafdagi paneldan, o'sha xususiyatlar paneldan nima qilinadi, o'zgartiriladi. Xo'sh, mana print up bizga loyihamizni realni emulyatorda ko'rsatish funksiyasi. Test up degani bu loyihamizni nima qilib ko'rish mumkin, test qilib ko'rish mumkin, ishlatib ko'rish mumkin. Demak, developer menusiga bitta bosadigan bo'lsak, mana ko'rishingiz mumkin, bizga bepul tarifidan foydalanayotganlar uchun faqatgina kodlarni ko'rish mumkin. Hamda proyektdan download project YAML formatda yuklab olish mumkin. Pulli proter bo'lsasizlar, proyektlaringizni to'liq APK fayl qilib yuklab beradi sizga, ishlaydigan dastur qilib beradi. GitHubdan connect qilib qo'yish mumkin, o'qilaringizni, loyihalaringizni download, ya'ni full kodlaringizni yuklab olish mumkin, VS Code ochib berish mumkin va hokazo funksiyalari bor. Demak, bular haqida ham ma'lumot beramiz. Demak, ekranimizdagi mana bu chiqib turgan funksiyalarimiz o'chirib yuboramiz hammasini. Tepadagi bo'lim ustiga bitta bosib turib, delete tugmasini bosaman. Pastdagi funksiyani ustiga ham kelib bitta bosib turib, delete tugmasini bosaman. Oppoq ekran chiqdi. Navbatdagi qismimizda sizlar bilan ya'niki ushbu dasturni widjetlar haqida birma-bir tanishib o'tamiz. Bugungi darsimiz shundan iborat edi. Keyingi darsda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.